Karşıya yüzün işi Ozların meydan yürüyüşü Yiğitlik diye bağlı işe Yübariler Dizler beni, dizler beni Musiqa insonga ruhiy kayfiyat ulashish bilan birga ma'naviy go'zallik ham ato etadi. Yaxshi bir qo'shiq tinglasangiz, xuddi bir asar o'qigandek samaraga ega bo'lasiz. Doston qo'shiqlari eshitganda inson beixtiyor ana shu doston ichiga kirib, uning qahramonlari bilan bevosita suhbatlashgandek bo'ladi. Bu endi doston ijro qilayotgan baxshining mahoratiga, ijrochiligiga bog'liq. Xorazmda dostonchilik san'atini elga manzur qilgan mashhur baxshilardan biri Bolaboqshi ota Abdullayev hisoblanadi. Bolaboqshi otaning an'analari, ijodiy faoliyatlari uning oilasida, ya'ni sulola bo'lib davom qildi. Farzandlarining deyarli hammasi ijod bilan shug'ullandi. 2 nafar o'g'li Norbekjon va Yetmishboylar O'zbekiston xalq baxshisi unvoniga sazovor bo'lib, bugun ijodiyotda o'zlarining mahoratini namoyish etmoqdalar. Ana shular qatorida o'ziga xos mahoratga ega bo'lgan yana bir o'g'illari bilan sizlarni yaqindan tanishtirmoqchimiz. Bu Matyoqubjon aka Abdullayev bo'ladi. Matyoqubjon aka mana ta'lim sohasida ham mehnat qilib, aynan baxshilik san'atiga o'zingizning hissangizni qo'shayotgan ijodkorsiz. Bolaboqshi otaning sizning ijodingizga ta'siri qanday boshlangan? Shu otamizning arkasida o'tirib, to'ylarga borib, hali shu yosh bola vaqtimizda shu ijodlarni kuzatib, quloq qonda bo'lib o'rganganmiz ko'p narsani. Hamma aka-ukalarimiz ham shunday o'rgangan. Shunday deb meni ijodim ta'sir boshlanishi boshlab otamizdan boshlangan ko'rmaysiz. Shu narsaga qiziqib yoshligimizdan o'rganib, bilar bilmas ijara qilib yurdikdan. Bu otangizni qanday ijodiy sifatlarini o'zingizga olishga harakat qilgansiz? Alohida sifatlardan. She'r qirrali bir ijodkor odam edi u. Masalan, bir safar shu birinchi g'azal qaysi darsdan bo'lsam shu bir narsaga ya neylar mana ya ilgari kuylanadigan bo'lsa, biz shuga tayyor bo'lardik. Undan boshqa narsa boshlab berardi. Chegaralanmay xislat bor edi. Masalan shu darslar masalan bizga bo'lib qo'ysak, birinchi g'azal falan narsaga ketadi, ikkinchi g'azal falan narsaga ketadi. Chunki darslar degan narsa umuman bu. Shu narsa xalqimizga qolsin, shoirlar chiqarali, shu shoirlarga shu narsalarni o'rgatali deb shu o'qituvchilikka men ko'ngil qo'yib shu narsani boshlaganman. Men rahmatlar hukumatimiz ham qo'llab-quvvatladi, prezidentimiz ham shu narsani qo'llab-quvvatladilar. Mana yaxshigina bir 40 ga yaqin shoir chiqardim. Baxshilar, faqat baxsh. Shu bizlari otamizni o'tirgan ta'siridan san'at bo'yicha biz juda minnatdormiz aka. Matyoqub Abdullayev 1954-yili Xiva shahrida mashhur bolabaxshi Qurbonnazar Abdullayev xonadonida tug'ildi. 1971-yili o'rta maktabni tugallab, Toshkent san'at va madaniyat institutining musiqali drama fakultetida oliy ta'lim faoliyatini boshlaydi. Uning o'qishdan keyingi birinchi ijodiy mehnat faoliyati tumandagi san'at saroyida direktorlikdan boshlandi. Keyinchalik Oltin qo'llar ashula va raqs ansamblida baxshi xonanda sifatida ish yuritdi. U so'ngra bolalar musiqiy tarbiyasi sohasida ijodini davom ettirib,
Xiva bolalar musiqa va san'at maktabida 20 yil, Urganch san'at kollejida esa 10 yil yoshlar ta'lim tarbiyasi bilan shug'ullanadi. Matyoqub Abdullayev hozir donishmandlik faslida. Shunday bo'lsa-da, baxshichilik san'ati targ'ibotiga hissa qo'shmoqda. Xorazm dostonchiligi o'zi bir ulkan an'ana, baxshi sifatida, o'sha baxshi shogirdlik, ustoz shogirdlik an'anasining munosib davomi sifatida Matyoqub Abdullayev haqida bemalol mag'rurona aytishimiz mumkinki, shu an'anani munosib davomchisi deb. Matyoqub birinchidan ustoz baxshi, afsonaviy baxshi bola baxshi Abdullayevning shogirdi, farzandi. Qolaversa ana shu bemalol ana shu san'atning sirlarini, o'sha baxshichilik san'atining o'ziga xos tomonlarini o'zlashtira olgan va yana o'zicha ijodiy yondashib yana bir o'ziga xos bir yo'nalish yarata olgan ijodkorlardan biri hisoblanadi. Matyoqubning ovozi o'ziga xos ovozlari bor. Keng diapazonli, tembrga boy, bir eshitgandoq Matyoqubning ovozi ekanligini sezadigan bir hammadan bo'lavermagan noyob ovoz sohibi deb tushunamiz. Yana bir tomoni Matyoqubni boshqa baxshilarimizga qaraganda o'ziga xoslaridan birisi ularning murabbiylik faoliyati ham yana bir qirrasini ochib beradi. Chunki bizda uzoq yillardan beri mana shu baxshichilik san'ati, baxshi san'atining davomiyligini og'zaki ijod, ustoz shogirdlik an'anasida davom etib kelgan bo'lsa, Matyoqubga kelib bu narsa endi professional urinda. Boshlang'ich musiqa ta'limidan boshlab o'rta maxsus ta'limlarda, hatto oliy ta'lim muassasalarida ham o'rgatishni, professional darajada o'rgatishni Matyoqub nomi bilan bog'lab aytsak bo'ladi. Matyoqub Abdullayev ana shunday bir o'ziga xos, rang-barang, maqtovga loyiq, g'ururga loyiq ijodkorlardan biri deb bilamiz. Yetuk va salohiyatli, iqtidori baland, baxshichilik san'atining nodir qirralarini o'z ijodida mujassam qila olgan Matyoqub Abdullayev bola baxshi otaning 3-farzandi hisoblanadi. Matyoqub akada ijod bo'yicha juda katta mahorat maktabi bor. Uning eng asosiy ijod va mehnat faoliyati yoshlarga musiqiy ta'lim-tarbiya berish davomida yanada sayqallandi. Ijodkorning ijro va ta'lim-tarbiya mashg'ulotlaridagi mahorati juda ko'plab yoshlarda havas uyg'otdi. O'qituvchilik etgan odam ijod qila olmaydi, ijod qilgan odam o'qituvchilik qila olmaydi. Juda qiyin buni ikkisini birga olib borish. Endi vaqtim bo'lmaganda bolani tarbiyalashga to'g'ri keladigan bo'lib qoldi ko'p narsalar. Men bir narsani maqsad qilib qo'yganman o'zimdan. Shu shogird chiqaring, bekami ko'z, mukammal. Nimalarga e'tibor berdingiz? Avvalo mana shu dostonchilikni rivojlantirish bo'yicha. Xorazmda e'tibor bergan narsam mana shu narsa bo'ldiki, otamizni o'zi Xorazm dostonchilik maktabini yaratgan. Endi bu o'tganlarga o'zining ustozlaridan olgan turkmen boshchilaridan olib bir chiroyli Xorazm dostonchilik maktabi yaratildi. Bu narsa ko'p odam tushunmasligi mumkin-da. Shogird bo'lib kelgan ham tushunmaydi uni. Boshqa ijro faoliyatini tushunishi mumkin. U qanday kelib chiqdi? Nereden kelib chiqdi? Nima uchun bu narsa kim yaratgan kuyi? Bu kim qanday aytgan buni? Shuni aytish maqsadida, shuni to'g'ri qoldirish maqsadida o'qituvchilikni boshlanmay ekan. Dostonchilikning boshqa narsalar qaraganda o'rgatishlik o'zi qiyin buni. Bir aktyor teatri degan bir nima bor sistemasi bilasiz. Bu o'zing g'arib bo'lasan, o'zing shoxsan ham bo'lasan, o'zing prolog o'qiysan, o'zing monolog o'qiysan, ish qilib xalqni jalb qilish kerak. Yana bir narsa chiqadiki, savol tashlamasang hech kim. Nima shu yerda guruhli yo bajarganni yetdi, yo bajargan guruhli yetdi, nima bundan yetilishi mumkin degan savol bo'lmasligi kerak. Mukammal tushuntirib berish kerak hamma narsani. Ben 20 yıl Xiva musiqa maktabida ishladim. Birinchi shogirdlarimdan 9 mi 10 bola oldik. Qabul qilib dastan sinfina. Shundan 9 tasi oliy ma'lumotli bo'ldi. Juda yaxshi bolalar yetishib chiqdi. Dastan sinfdan bolalar. Bolalar yoshlar nisbati juda ham katta. Tashna san'ati. Lekin buni bilib, mukammal, chiroyli qilib
o'rgatadigan mutaxassis kerak. Hazrat Navoiyning bir so'zlari bor. Haq yo'lingda kim senga bir harf o'rgatmish ranjila, aylamak oson emas, aning haqini 100 janjila deganlar. Bu so'z bilan Hazrat Navoiy ustozni naqadar ulug' inson ekanligini, shogird uchun uni hayotda tutgan o'rni naqadar buyukligini, uni qilgan ranju mehnatini, mashaqqatini osonlik bilan qarzini ado etib bo'lmasligini bayon qilganlar. Biz shu ustozni qo'lina borganlarimizdan, shu ustozdan ta'lim olganlarimizdan faxrlanamiz, o'zimizni baxtli his qilamiz. Shu yodimizda bor 5-sinfmi, 6-sinfmi vaqtlarimizda shu ustozni huzuruna olib boradilar. Shu ustoz shu vaqtlar ham shu bir faqat dastonchi yo bo'lmasa ijrochi sifatida emas, balki bir zo'r pedagog, yaxshi bir psixolog sifatida ham bizda bir hayotimizda chuqur iz qoldirganlar. Aytali shu 5-sinf bo'ladigan ham tornovi, soznavi, so'znavi eshitgan farqi bormaydi. Ustoz shu narsalarni bizlarga mukammal qilib, bu parda bo'ladi, bu soz bo'ladi, bu so'z bo'ladi deb shunda o'rgatganlar mohirona darajada. Viloyat miqyosida bo'ladimi, respublika miqyosida bo'ladimi, hattoki jahon miqyosindagi ko'rik tanlovlarda ham, bayramlarda ham o'sha ustozning mehnati, ya'ni ustoz qilgan ansambl bilan kichkina doston ansambli, yoshlik paytimizda o'sha doston ansambli bilan xullas faxrli o'rinlarni olishga muyassar bo'lganmiz. Yana ta'kidlashimiz joiz, butun jahon bolalar festivali bo'lgan, Germaniyaning Düsseldorf shahrida bo'lgan bu. O'sha chet mamlakatga borib ham shu Germaniya sahnasida, jahon sahnasida butun jahon bolalar festivalida o'zimizning san'atimizni, shu doston qo'shiqlarimizni ijro qilib, shuni namoyish qilganmiz. Ey muqaddas ulug' ozod avlodim, baxt saodating muborak bo'lsin. Mehribonlik qilgan aziz ustozim, baxt saodating muborak bo'lsin. Baxt saodating muborak bo'lsin. Mana shu qo'shiqni ustozimdan eng birinchi o'rganganman. Qanday? Mana shu talqin sizga butun ijodingiz davomida o'zgacha tuyg'u baxshida qilmaydimi? Albatta bu o'zgacha bir tuyg'u kasb qiladi, chunki ustozdan birinchi shu tanbehlarni eshitganmiz, birinchi shu yutuqlarimizni eshitganmiz ustozdan. Yana ustoz ishlash jarayonida so'zlarga e'tibor va ijroga juda ham ko'p e'tibor berishni bizdan talab qilishardi. Biz ham shu ustozimizdan o'rgangan narsalarni shu bajonida shu shogirdlarga, o'quvchilarimizga o'rgatish harakat qilib kelyapmiz. Bir vaciyet ko'ngli perişan bo'lib ip yo'la ketsa buni yo'lan bo'lmas. Buni aytgan zotlarni berib iberin, izinden qarab ko'ring deb 4 serdarini 47'ni kılıç gıyratını ekkerib eveskana topshirib yo'llab yuberaman. Nodir san'at sohiblari bo'lmish aka-uka Norbek, Matyoqub va Yetmishboy baxshilarga bola baxshi otaning ijodiy ta'siri katta bo'lgan. Xorazm baxshi ijrochiligida aytum uslublari va ijodiy yo'nalishlari turlicha bo'lgan baxshilar bor. Lekin har qaysi baxshi san'atkorning o'ziga xos tomonlari mavjud. Matyoqub baxshi Abdullayevdagi nodir ijro madaniyatini ham alohida bir maktab desa bo'ladi. Bola baxshi otamizni Xorazm dastonchilik maktabi deb tan olingandan keyin uni targ'ibotchisi Matyoqub ustoz avamiz Matyoqub baxshi bo'ldilar. Chunki shu 90-88-yillarda musiqa maktablarida an'anaviy ijro bor edi, lekin baxshichilik sinflari, xalpachilik sinflari yo'q edi. Shuni borib bir 10 bolani tayyorlab konservatoriyada ijro qildirib berdilar. Shuni targ'ibotini qilib bergandan keyin bu o'lmas san'at, haqiqiy xalq og'zidagi ijodi, baxshichilik janri, baxshichilik maktabi deb Xivoda birinchi martaba baxshichilik maktabi ochildi. Musiqa maktabi qoshida o'zini. Ustozning shogirdlari o'zlari ustoz bo'lib, magistraturani bitirib, hozir targ'ibot qilib, baxshichilik yo'nalishida o'quvchilarni tayyorlab turibdilar. Hamma narsa nota bo'lsin, boshqa narsa bo'lsin, xalq og'zi ijodi bo'lsin, dastonchilik bo'lsin, hamma janrlardan ko'p ilmlarni olganlar. O'zbek milliy musiqa san'atida bugun dostonchilik namunalarini ko'p eshitamiz. Hozir milliy estrada yo'nalishlaridagi juda ko'plab qo'shiqlar ham shu doston qo'shiqlari ohangi sirasida yaratilgan. To'g'ri emasmi? Doston qo'shiqlarini o'zi zamonaviylashtirib, anjobga qilib kuylanib durishini o'zi biz uchun bir baxtda u.
katta bir muvaffaqiyat bo'ladi. Maqomlarda buzilib namoda maqomlar bor-ku. Lekin dasturlardan xatolar degan narsalar bo'lgan. Xatolar degan narsa masalan nelarman xatoli. Nelarman xatolidan chekib bor. 5 nelarman bormi? Desam boshanda shu 5 nelarmanni 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chisini aytib boshqa xatolar o'tilgan, shovuni xatolarni o'tilgan, ibro xatolarni o'tilgan. Ustozlar qadimgi ustozlar shu narsaga e'tibor bergan. Shuning uchun ham bizlardan yetib kelgan ayrim asarlari. Mataqubjon aka, bir suhbatingizda bir iborani eshitgan edim. Mana shu dostonlardagi Naylarman ashulasini o'rganish bo'yicha otangiz bilan bir qandaydir bir ijodiy bahslar bo'lganmi, qandaydir bir qiyinchilik tug'ilganmi? Ana shu hikoyani bir aytib bersangiz. 1980-yillarda Xorazm televideniyasida Oshq Mahmud dastoni beradigan bo'ldik. 70 yosh bo'ladi shu vaqtda. Ish ko'rib 3-yillarimiz bilan 4-yillarni kuzatish kerak. Mana shu narsani kuzatib bersangiz deb girdim. Shu vaqtdan oliy ma'lumotim bor muzika sohasida. Girib ham qaraykan deb aytdim. Yo'q, bunday emas deb dutor bilan qilga aytib kuzatdim. Mana shunda ozgina qachqib bo'lman. Qachqingiz day o'rnuna qo'yib bilmayman dedim. Orada 3 oydan keyin kirdim o'rnuna. Qarasam pauza bir xil, usul bir xil, usul bir xil. Bir ozgina joyinda qashirim bor ekan bir yarim o'zida. Shuni eshitaylik, o'zingizdan ham eshitib ko'raylik shuni. Dunyoning darding mening boshima balam Mahmud meni hayron eyleme dod eyleme rahming gelsin gözden akkana yaşım ağabey kuzum Mahmud meni hayran eyleme dod eyleme balam Mahmud meni hayran eyleme dod eyleme. Ana bu dünyanın derdinin başıma Balam Mahmud beni hayran eyleme ah eyleme. Şimdi 4-cü kalan. Dünyanın derdinin başıma Balam Mahmud beni hayran eyleme ah eyleme. Sikir icra degan narsa var muzikada. Mesela şu hazır ham bor o narsalardan. Sikni boshqa ijro qilmayincha boshqa kuylar o'tirilmaydi. Shu besi ijro qilingandan keyin ana zamaylar, famaylar, ko'rqiz, gulandom shu kuylar sochilgan boshqa narsalar. 5 tane Naylarman kuyini ijro qilganlar. Naylarman 1, Naylarman 2, Naylarman 3, Naylarman 4. Endi hozir ham aytib berdilar, Naylarman 1 eng kattasida 1,5-2 oktava ovoz kerak. Diapazon katta bo'lishi kerak san'atkorni, baxshini kerak bo'lsa-da. Bu kuylardan. Endi maqom ham o'tgan yillari bor. Naylarman eng katta kuy. Dastonlarning ichida Xirmondal eng katta daston, Bazayan ikkisi. Kuylarning ichida bizlardan o'zi 72 kuy bo'lgan dastonda. Bizlardan 34-40 yetib kelgan. Lekin shu Naylarmanni xator deb aytganingizdek, Naylarman xatoridan katta buyuk kuy yo'q. Ustoz suhbatlarida Naylarman yo'li bo'yicha bir o'sha qiyin maqom yo'llarına yaqinligi bo'yicha bir suhbat qildilar. Daston yo'nalishini albatta yengil taraflari ham bor, zo'r xalqqa yaqin bo'lgan qo'shiqlar ham bor dastonni. Endi murakkab tomonlari ham bor bu Naylarman ijrolari. Shu Naylarman ijrolaridan Naylarman 2 ni men hozir sizga hidya qilib beraman. Bu Bazilyan dastonidan. Lan yeme gel dağday, güzel şav yeme, şulsun yay,
xor eylerim ey xor eylerim. Medet berse daday bir Allah oymay yer bilen yeksan ey eylerim ey dad eylerim. Ak yar ey geldi devran ey yer bilen yeksan ey eylerim ey dad eylerim. Bizni körse xallar kaçıp kamçımızdan ey kallar saçıp ey yar ey taze mağluplarını kuçup ey köyünüzni ey şad eylerim ey şad eylerim. Ak yar ey geldi devran ey köyünüzni ey şad eylerim ey şad eylerim. Ustoz bizlere mehnatsevarlik hamda bir fidokorlikni bir namuna sifatida bizada bir yorqin iz qoldirganlar. Faqat baxshi sifatida emas, ustoz inson sifatida ham ko'p narsani bizlara ta'lim berganlar, uqtirganlar. Xususan odob axloq sifatida her daim aytarlar şu atananızı hurmat kılın. Ağaynayınıza mehirli olun. Şu sözleri hem bizani bir hayatımızda bir çukur iz kaldırdı. Ustaz nafaqat aktyor, balkim yaxshi sozanda, söz ustasi, qolaversa yaxshi xonanda sifatida ham juda bir ajoyib tarzda dasturlar ijro qilib beradilar. Ustozning yana bir zo'r qirrasi bor, bu pedagoglik qirrasi bor. Qanchadan qancha shogirdlarni ustoz yetishtirib chiqarganlar. Bir yüzlagan shogirdlari bor hozirgi kunda. Misol bizlar ham shu qatorda. Bizlar ham o'z yo'limiz to'p oliy ma'lumotli bo'lib ketdikmi? Baxshi tarifi baribir o'zgacha jo'shqin ohangda yangraydigan ijodiy yo'nalish hisoblanadi. Endi mana shu biz yashayotgan, biz faxrlanadigan go'zal yurt haqida ham bir baxshiyona bir fikrlaringizni eshitsak. Chehra arshi orzu tilak bog'idan haddan oshdi intizori bu elni. Mehnat bulog'ini tiniq yog'idan mashal yaptı çamazarı bu elni. Otamızdan elimizi yurtumuz hakkında juda ko'p şeyler bitken, yaxshi narsalarni yozgan. Shunday chiroyli zamonda yashayapmiz. Hamma narsa farovon, hamma narsa yetarli, hamma narsaga yo'l ochib berilgan bemalol. Bu mustaqilligimiz sharafatidan tushunaman. Baxshi ijodkorlar kuylaganda o'zgacha ichki hissiyot va ajib bir tuyg'ular bilan xonish etadilar. Ular badiiy va voqelikka xos ijro yaratish mahoratiga ega bo'lganligi uchun ham baxshi degan nom bilan e'tirof etiladi. Buyuk istiqlol va farovon hayotimizni, ezgulik va yaxshilikni, mardlik va shijoatni, qolaversa o'zbek dostonlaridagi ezgu an'analarni baralla kuylab, dostonchilik ijodiyotiga hissa qo'shayotgan Matyoqub Abdullayev kabi ustoz baxshilar ijodi yanada mohiyatli va fayzli davom etaversin.